Musulmon kishi har bir kishiga yaxshilik yetishini xohlaydi. Yaxshiliklarning eng kattasi nima? Bizga berilgan ne'matlarning, ya'ni yaxshilik deganda ne'mat hammasi. Bizga berilgan ne'matlarning eng buyugi iymon ne'mati. Musulmon kishi birinchidan o'zining iymon ne'matini qadrlaydi, o'zining qalbidagi iymonini qadrlaydi. Yengil, yelpi, past narsalarga sotmaydi iymonni. Alloh taolo menga iymon berdimi? Mana shu iymon meni yo'lim bu. Shu asosda yashayman deydi. Har bir ishini iymoniga solishtirib ko'radi. Iymoni tarozisi bilan o'lchab ko'radi. Iymon qabul qilsa o'sha ishni qiladi, iymon qabul qilmasa tark qiladi. Ikkinchisi o'sha iymonni, bu yaxshilikni boshqalarga ham ravo ko'radi. Qaraydi, ko'cha-ko'yda ketyapmiz. Ko'cha-ko'yda noshar'iy bir narsa, bir kishi bilan urushyapti, baqir-chaqir qilyapti. U ham o'zimizning mahalladoshimiz, shaharimiz, hamshahrimiz, vatandoshimiz, bir musulmon. Ikkinchi musulmon bilan jang qilyapti. Nima qiladi iymonli inson? To'xtaydi. Birodar, urushmanglar. Yaxshilik bilan hal qilinglar, o'rtalaringizni isloh qilinglar, yaxshi emas. Iymonning xislatlari bilan uni tarbiya qiladi, da'vat qiladi, yaxshilikka chorlaydi. Kimdir undan maslahat so'rasa Alloh taoloni tanitib qo'yadi. İnsonlarga yaxshilik yetishini payda bo'ladi. Juda xohlaydi. Payg'ambar alayhissalomning eng buyuk xislatlaridan biri hamma insonga hidoyat yetishini xohlardilar. Hamma insonga, barchaga qiynalib bo'lsa ham o'zlari toshbo'ron qilindilar, urildilar, so'kildilar, aziyatlar yetdi Rasulullohga, lekin nima uchun? Birovdan iymoni uchun pul oldilarmi? Birovdan masalan da'vat qilib yaxshilikka chorlayman, men seni hozirgi ba'zi bir nimalar bor-ku, psixologlar. Men sizlarni yaxshilikka chorlayman, falon puldan bo'ladi deydi. Unaqa qilib pul oldilarmi, pul yig'dilarmi payg'ambar alayhissalom? Birortadan pul olganlari yo'q, birortadan moddiy manfaatni ko'zlaganlari yo'q. Garchi ular yomonlik qilsa ham Rasululloh yaxshilikka chaqiraverdilar. Haqiqiy musulmon kishi shunday bo'ladi. Faqat yaxshilikka chaqiradi odamlarni, yomonlikdan qaytaradi. Alloh taolo aytadi: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas." Sizlar deydi, bizga aytadi. Biz musulmonlarga insonlar uchun chiqarilgan eng yaxshi ummat sizlar deydi. Alloh maqtayapti bizni, lekin shartini qo'yapti. Qachon yaxshi bo'lamiz? O'zimizdan o'zimiz bo'ldi. Sizlar qanday yashasangizlar ham sizlar yaxshilar. Alloh Rabbim denglar. Muhammad sallallohu alayhi vasallam meni payg'ambarim denglar. Bo'ldi, shunday yashayveringlar demadi. Yo'q. Ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah. 3 ta shartni qo'ydi. Allohga iymon keltirasizlar. Amr ma'ruf qilasizlar, yaxshilikka buyurasizlar. Kimni yomonlik qilayotganini ko'rsangiz yaxshilikka buyuraverasiz. Yomonlikdan qaytarasizlar dedi. Mana shu 3 ta xislat jamlanganda eng yaxshi inson sizlar bo'lasizlar, eng yaxshi ummat sizlar bo'lasizlar. Biz o'zimiz bilgan yaxshilikni, iymonni yaxshi ekanligini bilamiz. Qur'onni yaxshi ekanligini bilamiz, ibodatni yaxshi ekanligini bilamiz. Mana shunga insonlarni, atrofimizdagilarni, ahli oilamizni, farzandlarimizni chiroyli chaqiraverishimiz kerak. Chiroyli qilib yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytaraverishimiz kerak. Bu bizning burchimiz. Abu Hurayra roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga keladilar. Ya Rasululloh dedilar. Yig'lab keladilar. Onam borlar dedilar. Onamni da'vat qilyapman, qabul qilmayapti. Rasululloh borlar, Allohning payg'ambari bu kishi. Alloh taolo bizga payg'ambar jo'natgan, bu kishiga iymon keltirish kerak. Qur'on nozil bo'lyapti axir. Rasulullohning mo'jizalarini ko'ryapmiz hammamiz. Bor dedilar. Oxiri qattiq gapirdilar. Rasululloh haqlarida qattiq gapirdilar onalari. Yig'lab keldilar Rasulullohga. Ya Rasululloh, onamni da'vat qilaman, qabul qilmaydi. Qattiq gapirdi siz haqingizda. Duo qiling ya Rasululloh, iymon keltirsin onam. Duo qiling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha zahoti qo'llarini ko'tarib duo qildilar. Allohumma hdi umma Abi Hurayra. Ey Alloh, Abu Hurayrani onasini hidoyat qil dedilar. O'sha duo so'ragan zahot. Abu Hurayra roziyallohu anhu Rasulullohning duolariga 100% ishonadi. Sahobiy, Rasulullohning har kun mo'jizalarini ko'rgan ular sahobiylar. Xursand bo'lib Rasulullohning huzurlaridan chiqib uylariga yugurdi. Uylariga borib eshikni endi ochaman desa, joyingda tur degan nido keldi ichkaridan. Onalari aytdiki, kirma uyga dedi. Keyin eshikni oldida turdim, suvning ovozi eshitilyapti dedi. Ha, onam yuvonyaptilar ekan deb bildim deydilar. Endi kiraver dedilar. Kirganlarida onalari
yangi kiyimlarni kiygan, Abu Hurayraga qarab ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar rasululloh. Allohdan boshqa iloh yo'q deb, Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning payg'ambari deb guvohlik beraman deb iymonga keldi Rasulullohning duolari bilan. Demak, Abu Hurayrani bu holatlaridan yana Rasulullohga qaytib keldilar. Abu Hurayra xursand bo'lib bashoratlarni yetkazib, ya Rasululloh, sizning duoingiz qabul bo'ldi, mana onam iymonga keldi. Yana duo qiling, meni ham onamni ham Alloh taolo mu'minlarga, musulmonlarga mahbub qilsin. Payg'ambar alayhissalom yana u kishining gapini qaytarmadilar, duo qildilar. Ey Alloh, Abu Hurayrani ham onasini ham mu'minlarga mahbub qilgin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlaridan to hozirgacha kelgan ummatning birortasi Abu Hurayra haqida yomon gap gapirmagan. Hech kim. Abu Hurayrani qaysi toifa bo'lishidan qat'iy nazar, musulmonlar ba'zida toifalikka bo'linib ketdi, toifabozlikka. Har xil toifalar chiqdi, har xil oqimlar chiqdi, birortasi Abu Hurayrani inkor qilmaydi. Abu Bakr va Umarlarni ba'zi toifalar bor, inkor qiladi. Ba'zilar ularni yomon ko'radi, lekin Abu Hurayrani hech kim yomon ko'rmaydi. Alloh taolo mahbub qilib qo'ygan musulmonlarning qalbiga Abu Hurayrani Rasulullohning duolari bilan. Mana shunday azizlar, bir kishini iymonga kelishi, bir kishiga yaxshilikni yetishi uchun inson harakat ham qilish kerak, duo ham qilish kerak. Fazil sohiblaridan, ahli ilmlardan duolar olish kerak.